Assalomu alaykum, hurmatli tadbirkorlar, hurmatli fuqarolar. Bugun Sarikul Mufida muhtaram prezidentimiz 3 tajribasi asosida tadbirkorlar bilan uchrashuv o'tkazyapmiz. Biz shu Milliy bankdan kredit olmoqchi bo'lganlar ro'yxatini olib, nasib bo'lsa shu davlat dasturiga asosan kreditlar ajratish niyatida yuribmiz. Kimda savollar bo'ladigan bo'lsa, o'zingiz tanishtirib berishingiz mumkin. Assalomu alaykum. Men tadbirkorlikka birinchi qadam 10 millionlik kredit olmoqchiman. Biznesga birinchi qadam. Shunga oson bo'ladimi? Tartibi qanday shu yerda? Bu muammo yo'q. Biznesga birinchi qadam bizda bor. 10 million summasi 23%, 18 oyga. Hozir siz ma'lumotlaringizni yozib olamiz. Sizga aytamiz.